o'g'limni o'ylantirmasimdan oldin oilamiz tinch edi deyapti. Yaxshi edi deyapti. O'g'lim yaxshi edi, meni hurmat qilardi, ko'nglimga qarardi. Mana shu Xudo urgan kelinni oldim, oilada parokanda boshlandi deyapti. Yana xotin shart qo'yyapti, yo bizlarni tanlang yoki ota-onangizni tanlang deyapti. Sen kimsan shart qo'yadigan? Sen kimsan? Lekin xotinni tanlayotganlar ko'payib ketyapti kundan kunga. Nimaga? Ota-onani tanlay desa, qaynota uni yaxshi joyga ishga joylab qo'ygan. Topishi zo'r hozir. Tagiga mashina mindirib qo'ygan. Ota-onani tanlasa hammasidan mahrum bo'ladi. Shulardan mahrum bo'lmay, ota-onadan mahrum bo'lib, ota-onadan kechib olyapti. Bugun otasini urayotgan yigitlar ko'payyapti. Onasini urayotgan qizlar ko'payapti. Kelyapti otalar, o'g'lim meni urdi, yoqamdan oldi, bo'g'di deyapti.